Toshkentni titi-pitini chiqarib tashlagan kelin teng bo'lish kerak edi o'zi. Lekin Abdulla Qodiriyni o'zi haddan tashqari kumushni yaxshi ko'rgan. Kumushda hamma obraz kumushga tashalganligi uchun, kumushda o'zbek xalqini dardi, chiroyi, hamma narsa o'zi kumushdan keladi-ku. Shuning uchun kumushni o'sha joyda noxolis ustun deb ko'rsatgan. Aslida ustun bo'lishi mumkin emas edi deydilar. Toshkentni bekasi, beka ayoli titi-pitini chiqarib tashab turib topgan qiz barcha chiroyli bo'lardi. Lekin deydi Qodiriy baribir haqiqiy adib bo'lganligi uchun asarning ikkinchi qismida deydi Kumush yashab yurgan payt, ikkalasi yashab yurgan paytda bir marta Zaynabni ko'rib turib, o'zidan nolib oynaga qaragan joyi bor. Qarab turib, uni chiroyli deb e'tirof etadi. Men shu joyda deydi, boya qarzini uzib qo'ydi deydi. Chunki Zaynab haqiqatan chiroyli. Chiroyli bo'lmasligi mumkin emas edi o'sha kunni taqozosi bilan boshqasi bilan. Abdulla Qodiriy shu joyda o'zini muhabbati bilan ketdi. Qodiriy Otabek orqali shu narsani ifoda etdi va lekin keyinchalik tuzatdi deydi. O'zi bilganmi, bilmaganmi, lekin shu joyda bir qildi deganlar-da. Shu holat juda yo'qqa. Zaynabni men bosh qahramon degan bo'lardim, chunki Zaynab oxirigacha Gollivud filmlarida bor, hozir juda ko'p actionlarda bitta so'z o'zgartirib yuboradi-da, kinoni boshqatdan ko'rishga majbur qiladi. Zaynab obrazi o'qib bo'lgandan keyin, ayniqsa o'sha qabristondagi manzarasini aytmoqchiman. Shu joyi aslida asarni o'sha hozirgi Gollivud foydalanayotgan uslub bo'yicha ketadigan bo'lsak, boshqatdan o'qishga majbur qiladi.